بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قصص النبي kitobidan darsimizni davom etayotgandik. Endi navbatdagi bizning qissamiz bu qissatu sayyidina Ayyuba va sayyidina Yunus alayhissalom. Sayyidimiz Ayyub va sayyidimiz Yunus alayhissalomlar qissasi. Hop, endi birinchi darsimiz bu qissatu Ayyuba namatun akharu minal qasasi. Ayyub alayhissalomning qissasi qissalardan boshqa bir tarzdir. Odatda qissalarni hammasi nima deydi, ko'rinishi va shakli bir-biriga o'xshab ketadigan bo'lsa, lekin mana bu Ayyub alayhissalom qissasi boshqa qissalarga qaraganda boshqa turda, boshqa bir tarzdadir. وقصة أيوب في القرآن نمط آخر من القصص. Ayyub alayhissalom qissasi, Qur'ondagi Ayyub alayhissalomning qissasi qissalardan boshqa bir tarzdadir. ومظهر آخر من مظاهر نعم الله على عباده المؤمنين الصابرين الشاكرين والأنبياء المحبوبين. Va sabr qiluvchi, shukr qiluvchi mo'min bandalariga va sevimli payg'ambarlarga bo'lgan Alloh taoloning ne'matini ko'rinishidan boshqa bir ko'rinishdir. Ya'ni Ayyub alayhissalom qissasi nima boshqacha bir ko'rinishdadir. Qaysi ko'rinishda desa, Alloh taolo mo'min bandalariga bo'lgan Alloh taoloning ne'matini ko'rinishini boshqa bir ko'rinishidadir. فقد كان له من الدواب والأنعام والحرث شيء كثير وأولاد مرضية. Darhaqiqat uni shay'un katirun ko'p narsani ko'p deb tarjima qila olamiz. Ayyub alayhissalomni ko'p hayvonlari, chorva hayvonlari va ekin-tekinlari bor edi. Va yana avladun mardiyatun, rozi bo'lgan bolalari bor edi. Fabtuliya fi zalika kullihi va dhahaba an akhirihi. Va mana shu narsani hammasida balolandi. Ya'ni imtihon qilindi. Va oxirigacha hammasi ketdi. Ya'ni mana shu tepedagi ko'p hayvonlari, ekin-tekinlari, bolalari hammasi ketib qoldi. ثم ابتلي في جسده فلم يبق منه سليم سوى قلبه ولسانه يذكر به ما الله عز وجل. So'ngra o'zini jasadida ham balolandi va jasadidan faqatgina u bilan Allohni zikr qiladigan qalbi va tiligina qoldi deymiz. Lam bilan siva g'oyir ma'nosida. Biz hozir lam bilan sivani ikkalasini olamizda faqatgina degan ma'no beramiz. Yadhkuru bihi millah azza va jalla, o'qidik buni. Va ufrida fi nahiyatin minal baladi. Va shaharni bir chetida yolg'iz tashlandi. Ufrida degani yakka qilindi degani. Demak, shahardan bir chetda tashlandi. ولم يبقى أحد من الناس يحنو عليه سوى زوجته كانت تقوم بأمره. Va insonlardan unga, ya'ni Ayyub alayhissalomga shafqat qiladigan biror bir kimsa qolmadi, magaram ayolidan boshqa. Va mana shu ayoli Ayyub alayhissalomni ishini bajarar edi. Qoma bi amrihi degani ish bajarish degani. واحتاجت أيضا فصارت تخدم الناس من أجله. Va hattoki ayoli ham ehtiyojmand bo'lib qoldi. Va mana shu ajlihini anaqa qilsak ham bo'ladi, ya'ni mana shu holat sababli desak ham bo'ladi, yoki Ayyub alayhissalom sababli ham insonlarga xizmat qila boshladi deyapti. Endi nimadir bilan boqish kerak bo'ladi-yu, o'sha erini boqishlik uchun ham insonlarga xizmat qila boshladi.